Yangi Toshkent loyihasida amalga oshirilayotgan unikal loyihalardan biri bu aynan sohil bo'yi loyihasi hisoblanadi va hozirda qurilish jarayonlari boshlab yuborilgan. E'tibor bering, bu yerda 20 kilometrlik kanal qazilmoqda va uning yoniga esa 20 ming tubdan ziyod daraxtlar ekiladi va e'tiborli tomoni ushbu sohil bo'yi loyihasining 40% qismi aynan yashil hudud hisoblanadi va bu loyiha O'zbekistonda birinchi marta amalga oshirilmoqda. Şu an yeni Toshkent'teyiz. Sahil boyu projesini yapmaya başladık. Biz ayni paytda Yangi Toshkent loyihasini qurish ishlariga kirishdik. Loyiha 20 kilometr uzunlikda bo'ladi va shuncha masofada yashil hududlar barpo etiladi. Sohil bo'yi majmuasidan o'yin maydonlari, dam olish obyektlari, kafelar, amfiteatrlar joy oladi. Bir so'z bilan aytganda, insonlarning ko'ngildagidek yashashi uchun qanday zamonaviylik kerak bo'lsa, shularning bari yaratiladi. Yana bir jihat, bu manzil odamlarning yashashi uchun yangi eko hudud bo'ladi. Quruvchi sifatida shuni ayta olamanki, O'zbekiston bugun dunyoda analogi bo'lmagan qurilish loyihalarini amalga oshirmoqda. Biz 2017-yilda O'zbekistonga kelganmiz va shu paytda bunday katta loyihalarni amalga oshirish uchun sharoit yo'q edi. Bugun kompaniyamiz O'zbekistondagi eng yirik qurilish loyihalarida ishtirok etyapti. Biz uchun eshiklar ochildi. Bunda davlatingiz rahbarining tashabbusini alohida e'tirof etish joiz. Ikki davlatning yaqinlashuvi shu kabi xayrli ishlarda aniq ko'zga tashlanmoqda. Yangi Toshkent loyihasini amalga oshirishda bugun dunyoning o'z yo'nalishidagi eng nufuzli kompaniyalari ishtirok etmoqda. Bu yerdagi qurilish obyektlari O'zbekistonning madaniyati va qadimiy me'morchiligini o'zida namoyish etgan dizayn hamda zamonaviylikni uyg'unlashtirgan holda amalga oshiriladi. Nufuzli Zaha Hadid arxitekt kompaniyasi direktori so'zlari ham buni tasdiqlaydi. O'zbekiston prezidentining yangi shaharni barpo etish jarayonini avvalo uning madaniy ildizidan boshlash kerak degan so'zlarini iqtibos keltirar ekanman. Mamlakatingizda madaniy merosni asrab-avaylash masalalariga qaratilayotgan yuksak e'tibordan ochig'i hayratdaman. Kompaniyamiz ma'naviyat va ma'rifat obyekti dizaynini yaratish uchun tanlanganidan juda xursandmiz. Bu O'zbekistonning noyob me'moriy merosining zamonaviy talqini bo'ladi. Passiv dizayn tamoyillaridan foydalangan holda o'lkaning an'analari, merosi va zamonaviy arxitektura yechimlarini bir-biri bilan uzviy bog'laymiz. Har bir qurilish obyektining qon tomiri bo'lgan suv quvurlarini o'rnatish ishlari bugun jadal olib borilmoqda. Eng muhimi, bu jarayonlar xorijning nufuzli kompaniyalari bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Sensing Ductile Pipe suv quvurlarini ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda yetakchiga aylangan Xitoyning ushbu kompaniyasi eng yirik qurilish loyihalariga o'z mahsulotlarini yetkazib beradi va bugun shunday nufuzli kompaniya o'z mahsulotlarini aynan Yangi Toshkent loyihasiga ham taqdim qilgan va ayni paytda bularni o'rnatish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Bu suv quvurlarining o'ziga xosligi, sifati va uzoq muddat xizmat qilishi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Shuningdek, bu quvurlarni aynan ushbu kompaniyaning mutaxassislari ishtirokida, ya'niki ular nafaqat yetkazib beryapti, balki mutaxassislari bilan birgalikda bu quvurlarning sifatli o'rnatilishini ham ta'minlamoqda. Our company Xinxing Ductile Pipes is a state-owned company by Chinese central government. Kompaniyamiz Xitoyning davlat kompaniyasi hisoblanadi. Quvurlar ishlab chiqarish bo'yicha jahon yetakchisi sifatida Yangi Toshkent loyihasining suv ta'minoti bo'yicha yuqori sifatli yechimlarni taqdim etayotganimizdan faxrlanamiz. Bizning quvurlarimiz o'rnatish qulayligi, korroziyaga yuqori chidamliligi va uzoq muddat xizmat qilishi kabi ko'plab afzalliklarga ega. Ularning xizmat qilish muddati 100 yildan oshadi va ular seysmik ta'sirlarga mukammal qarshilik ko'rsatadi. Zilzilalardan keyin ham ular xavfsiz ishlash darajasi yuqori. Uzbekistan recent years growing very fast, and many Chinese companies, private and government come here for investment. O'zbekiston so'nggi yillarda jadal rivojlanib, Xitoyning ko'plab davlat va xususiy kompaniyalarini sarmoya uchun jalb qilmoqda. Bu yerda iqtisodiy o'sish tufayli katta imkoniyatlar mavjud. Prezidentingiz boshchiligida mamlakatingizda siyosiy vaziyat barqaror, investorlar uchun qulay shart-sharoit yaratilganligi ularda o'z sarmoyalari xavfsizligiga ishonch hosil qilmoqda.
Milliylik va zamonaviylik tutashgan maskan. Bu yangi Toshkent loyihasining yana bir muhim asosi. Boshqacha aytganda, infratuzilma nafaqat insonlarning qulay hayot kechirishi, balki qadriyatlarga asoslanib, bir-biri bilan qo'ni-qo'shni ulfat bo'lib umrguzaronlik qilishga sharoit yaratadi. Eng muhimi, davlat rahbari xohlaganidek bu maskan tom ma'noda yangi O'zbekistonning ma'rifat maskani bo'ladi. Mana endi hozir shaharlar quradigan darajaga yetdik. Va shahar qurganda ham bu shahar shunchaki bir joyda tanlab qurilayotgani yo'q. Bu juda katta kelajakni hisobga olib, juda katta aql bilan, juda katta reja bilan milliy shahar, ham ma'rifiy shahar bo'ladigan bir kunlarga yetib keldik. Meni ishonchim komil, prezidentimiz bu shaharni bir 10 yillar o'ylagan bo'lsalar kerak. 10 yillar reja qilgan bo'lsalar kerak. Va mana bugun shijoat bilan, katta bir g'ayrat bilan mana qurilish ishlari boshlandi. Juda katta bir qurilish maydoni, shu darajada katta ko'lamli qurilishni, demak, ipidan ignasigacha, infrastrukturasidan tortib, buni bir-biri bilan o'zaro muvofiqligicha bu rejalari tarixi mana shunday mukammal darajada qilingan. Buni nimada ko'ramiz? Bu joyda tamal tosh qo'yilgan paytda prezidentimiz aytgan gaplari, bu shahar birinchi navbatda ma'naviyat, ma'rifat shahri bo'ladi. Shu yerda juda katta bir kutubxona, juda katta teatr, maqomchilar markazi, undan tashqari institut, o'quv yurtlari, maktablar, bog'chalar qurilishi, bularning hammasi kompus deyiladi. Mana shu kompus asosida ma'rifat turibdi. Haqiqatan ham u kishini olib borayotgan ishlarni hammasini qaraydigan bo'lsak, bu ilmga, fanga, ma'rifatga yo'g'rilgan, shunga suyangan bir ishlar. Men nima uchun bu gapni gapiryapman? Mana prezidentimiz ham doim shu mana jadid bobolarimiz to'g'risida gapiradilar. Jadid bobolarimiz ham bizni faqat ilm, fan qutqarishi mumkin degan gaplarni, hikmatlarni oldinga surishgan. Bu faqatgina oddiy bunyodkorlik emas, bu ma'rifiy, madaniy, mafkuraviy bu qurilish. Bu davlat qurilishi bu. O'zi umuman olganda bizni xalqimiz va atrofdagi bizni tanigan xalqlar ham, davlatlar ham biz mo'jiza yarata olishimizga hech qanaqa shubhalari qolmadi. Butun bir davlat qurish arafasida turibmiz biz. Butunlay yangi bir davlat. Bu ham albatta bo'ladi. Bunga hech qanaqangi shubha yo'q. Va bu bitta narsa kerak bo'ladiki, buning uchun bizni xalqimiz birlashib, qo'llab-quvvatlab, azbaroyi shu narsani bilish kerakki, o'zim uchun bo'lyapti shu narsa. Meni davlatim, meni mamlakatimda bo'lyapti, meni farzandim, meni kelajagim uchun, ertaga tug'ilajak nevaralarim uchun bo'lyapti mana shu o'zgarishlar. Bu maqsadlarning hammasini tagida shu ezgu niyat turibdi degan narsa bilan birlashish kerak. Loyihaning birinchi bosqichida 600 ming aholiga mo'ljallangan ko'p qavatli uylar, 30 ta maktab, 20 ta bolalar bog'chasi, ko'p tarmoqli shifoxona va 5 ta oilaviy poliklinika barpo etiladi. Umuman olganda yashash, ta'lim olish, hordiq chiqarish barchasi kompleks qamrab olingan yangi shahar bunyod etilmoqda. Qurilish jarayonidagi yana bir muhim bosqich bu kommunikatsiya tarmoqlarini tortish. Yangi Toshkentda bu jarayon ham yangi yondashuv asosida olib borilmoqda. Burası Orta Asya'nın en büyük projelerinden birisi. Bu Markaziy Osiyoning eng yirik loyihalaridan biri. Yangi Toshkentda amalga oshirilayotgan loyihalarimiz shahar infratuzilmasini zamonaviy va samarali tashkil etishga qaratilgan. Yo'l infratuzilmasini oladigan bo'lsak, asosiy maqsad yashil koridor yaratish, piyodalar va velosipedchilar uchun xavfsizlikni ta'minlash. Shuningdek, transport oqimini yengillashtirish. Chorraha ostida avtoturargoh loyihasi ham shaharning avtoturargohlarga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Avtomobillar yer ustida avtoturarjoy izlamaydi. Ular yer ostiga yo'naltiriladi. Bu tonnellar esa shahar kommunikatsiya tarmog'i uchun yangi va samarali loyiha. Ya'ni bunda gazdan tashqari barcha kabel tarmoqlari shu tonnellardan o'tadi. Bu ham xavfsizlik, ham avariya holatlari kuzatilganda ko'p joylarga zarar yetmaydi. Muammolarning hammasi yerni qazimagan holda shu joyning o'zida bartaraf etiladi. Qurilish jarayonlarida kanalizatsiya tarmoqlarini tortish ishlari boshlab yuborilgan. Yangi Toshkent direksiyasi direktori o'rinbosari bu jarayonlar haqida ma'lumot berdi. Qurilish jarayonida eng muhim jabhani shu kanalizatsiya oqov suvlari tortish muhim ahamiyatga ega. Ko'rib turganingizdek, bu yerda Yangi Toshkentni birinchi bosqich oqovi tizimini qurilish ishlarini olib bormoqmiz. Uni chuqurligi 10 metr chuqurlikda bo'ladi. Kanalizatsiya tarmoqlarini tanlaganimizda ko'p mutaxassislar bilan o'rganib, tajribadan kelib chiqqan holda ko'p yil ishlaydigan material tanladik. Ko'rib turganingizdek, bu quvurimiz 1000 diametrda betonli quvurlar deyiladi. Buni eng muhim tomoni shuki, trubani ichida futirovanniy degan bir mahsuloti bor. Bu bizga nima beradi? Bilasizlarki, kanalizatsiyada har xil yarim suv oqqanda o'sha yarmiga, ya'ni tepa tomoniga gazlar, ispareniya bo'lib, o'sha betonli trubalarni tepa qismini yillar davomida yemirilib,
tepa qismi to'kilib tushadi. O'shanga buni qanday oldini olishni o'ylab, o'sha futurivniy trubalarni biz tavsiya qildik. Bu futurivniy trubalarimiz bizga qariyb 100 yildan ortiq ishlashga kafolatlangan. Yangi Toshkentga umumiy hozirgi birinchi bosqich loyihamizda 300 kilometrdan ko'proq quvurlar tortishimiz kerak. Bu har xil diametrda 300 dan to 1400 gacha bo'lgan oqova suvlariga tortishimiz kerak. Yangi Toshkentda qurilishi boshlanayotgan yana bir muhim loyihalardan biri bu O'zbekistonda birinchi marta amalga oshirilayotgan geoaxborot tizimiga ulangan podstansiya hisoblanadi. We have a good experience in construction work, gas substation and electrical substation. Biz qurilish sohasida xususan gaz va elektr stansiyalar yo'nalishida katta tajribaga egamiz. Hozirda geoaxborot tizimlariga ulangan podstansiyasining dizayn va qurilish ishlarini olib boryapmiz. Bu loyiha O'zbekistonda, xususan Yangi Toshkentda ilk marotaba amalga oshirilyapti. Bizda mahalliy muhandislardan tortib Xitoy, Rossiya, Turkiya, Iordaniya, Hindiston, Qozog'iston kabi 6 ta davlatdan xalqaro tajribaga ega jamoa mavjud. Umuman olganda Yangi Toshkent katta shahar bo'ladi. Bizning podstansiya quvvati 500 megavatni tashkil qiladi. Bu podstansiyamiz boshqalaridan xavfsizroq bo'ladi. Shuningdek, unda monitoring tizimi ham rivojlangan va bu xavfsizlikni ta'minlaydi. Yangi Toshkent haqiqatan O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochadi. Bu yurtdoshlarimiz kutgan mega loyiha mutlaqo xavfsiz, zamonaviy hamda barcha qulayliklarni o'zida jamlagan yashil eko shahar.